10 ming so'mdan kelinglarga. Hosili 10 ming vaqt ichida hajmi eng katta bo'lgan mahsulot topib kelishlari kerak bo'ladi. Agar kim mahsulotini hajmi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, men unga naqd 100 ming so'm beraman. To'g'rimiz? 2, 3 ketdi. Bizda naqd 1-minut va yana 9 minut bor hali uladi. O'rtoqlar, bizning keyingi ishtirokchi Momo. Ularga ko'ra sizga bitta savol beraman. Dunyodagi eng uzun daryo? Nil daryo. Yo'q, hozir o'zgargan. Hozir o'zgargan. Bu Amazonda bo'ldi. To'g'ri. Katta qancha savollar bor ekan? Dunyodagi eng baland tog'? Everest. Mashinaga korobkasidan bitta chiqadimi, ya'ni? Ikkinchi o'rtoqlar, keyingi ishtirokchisiz bo'lishingiz uchun ham hozirroq like bosib qo'ying. Bizda 4-minut o'rtoqlar va biz ularga ko'ncha savollar berishda davom etamiz. Afrikada nechta davlat joylashgan? Aniqini bilmadim, 47 tala bo'lsa kerak. Yo'q, topolmaysiz. 54 ta davlat joylashgan. 10 minut finansimiz bordi. Ko'proq bering, iloji bo'lsa, aka. Bo'ldi, rahmat, ketdik. Shoshilib kelyaptilar. Birinchi ishtirokchimizni necha pulga oldingiz hammasini? Tekinga 10 millioningizga qoldi. Birinchi ishtirokchimizni eng katta olib kelgan narsasi shu bo'ldi. Ko'ramiz, keyingi ishtirokchi bundan katta olib kela oladimi yoki yo'q. Va bizda sal kam 8 minut vaqt o'tdi. 2 minutga yaqin vaqtimiz qolgan. Nima deb o'ylaysiz? Nima olib keladilar? sharpar olib kelishlar kerak. Ikkinchi ishtirokchimiz ham shu yerdalar. Okey, ikkalanglar ham 10 minut bo'lmasdan keldinglar. O'zi ko'rinib turibdiki, birinchi ishtirokchimiz ana sovg'alari katta bo'lgani uchun gap yo'q. Yuzmaysizki? Sog' bo'ling. Charchamang.